Bugün bize Jack X200 avtomobilində o'zgacha eksperiment etish uchun hozir Raycenter bozoriga kelganmiz. B'dan notanish odam bilan yukini yuklab, yana o'zi haydab keldi, o'zi haydab ketib o'tir. Fikrlarni so'raymiz. Hamma narsa realniy bo'lib turibdi. Hozir bizada yuk yuklash jarayonlari ketib turibdi. Hozir yuk yuklab bo'lgandan keyin mashinani haydab sizlar bilan netikligini Shayfur og'amizdan so'rab o'tamiz. Yine hozir yukni yuklab bo'ldik. Hozir mashinani haydab borishini shofyordan so'rab ko'ramiz. Mana bir 2,5 labo yukni bir Jack X200 ga sig'dirdik. Mashinada ko'rib turibsizlar, hali hech qanday o'zgarish bo'lmadi. O'tirishmadan. Lekin yuklarimiz ham yengil yuk emas. 20 kilo plus 19 kilo. Yana katta korobkalar. Ular ham og'ir narsalar. Yine hozir biz yukni yuklab ketib o'tirmiz manzilimizga. Assalomu alaykum Faxriddin, yaxshimisiz? Shukr, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Yine hozir yukni yukladik. Yuk premendan challa chiqadi deysiz. 2 tonnadan ziyod hozir 2,5 tonna bor. 2,5 tonna. Tortishi necha? Tortishina gap yo'q. Mashinani xohladingizmi? Realniy natib aytavering. Ko'rgan odam haqiqatdan Mashina gap. ishonarli bo'lsin. Ya pustoy holatda haydab o'tiradingiz, endi hozir yuk bilan haydab o'tirsiz. Ikkisini raznisasi bormi? Yuklayani bilinmadi lekin. Yuk yuklani bilinmadan. Yo'q. Ham shu yengilga o'tirdim. Jet shunday mashinani tavsiya etasizmi? Pulim bo'lsa o'zim ham olib haydaradim hozir. Qarab qolishmay bilan. Yumshoqligi necha? Yumshoq. Mashina zo'r. O'zi avval nechik mashina dedingiz, hozir nechik mashina deysiz? Avval labo, ko'pincha labo edi hamma. Labodan farqi katta lekin ama. Gruz podiyamasi ham katta. Balandda o'tirasan ekan hammada. yana bizlar ham hozir общий 3 kishi bo'lib o'tiribmiz. Komfort yana. Ichki konditsioner ham bor, qara. Konditsionerlar ham bor, pechkasi ham, monitorlari bor, nalari, magnitofonlari. Bir sal jalarak gaz bosib bir ko'ringanmi? Nechik tortishini? Yo'q, tortishina gap yo'q, lekin bildirmingga o'tir, orqada yukni umuman. Orqada shu yuklarimiz. Sizlar uchun realniy eksperiment. Beda hech qanday donish bilishlik yo'q. Zo'r ekan mashqasdan. Shuni tavsiya etasiz hammaga. O'zimga yoqdi lekin zo'r. Hozir ular Faxriddin plan zo'r tarafi bular benzinda, masalan bilsangiz Kia Bongo, Hyundai Stax'lar bor masalan, bular dizel motor. Bu mashina olgandan keyin foydalanasiz, metan qo'ymasangiz bo'lmaydi. Bularni olgandan keyin metan qo'yasiz, bular ham benzinda ham metanda yuraveradi, benzin motor bo'lgandan keyin. Agarda dizelda bo'lsa, o'zingiz mendan yaxshi bilasiz, mashina sohasida ko'p yildan beri haydab yursiz. Ular ko'ri metanda yuradi. Ular qishda ko'ri metanda o'chirib o'tiradilar. Hammasi metanda o'chirib o'tiribdi. Bulardan ham masalan asoslar benzinda yursangiz ham chot beradi, 15-20 litr benzin sarflamaydi. Bular где-то 10 litr, agarda gruzopodyomningiz 3 tonna, 3,5 tonna chabalodon bo'lsa, 12 litrgacha rasxod etadi. Bizlar ham shu 0 benzin bilan chiqdik. Hozir ham benzin qizilda, 0 da. Yana qaytib o'tiramiz yuk bilan. Yana zo'r taraflardan biri Faxriddin ham aytadi, keng deydi. Laboga nisbatan, masalan, sal kattaroq odamlar bo'lsa, vazni bor, qorni bor, biratlar bo'lsa, masalan, bemalol sig'ib, komfortniy o'tirib ketaveradilar. Yuk namozi o'z manzilini olib keldik. Mashina kuzovi holati hamisha umuman o'tirishmagan. Yine hozir mashinani olib keldik. Yani aytib o'tganning yuksiz vazn ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. O'tirgan o'tirmanni shu bilan
farqlısılar deb. Meni fikrimcha o'tirmagan. 2,5 tonnani bildirmagan. Xohlasangizlar, kelinglar, bir haydab ko'ringlar, test drive etib ko'ringlar. Agarda sizlar ham masalan biznes bo'lsa olib boramiz, yuklab ko'rasizlar narsani 3 tonnagacha. Xohlanglar 3,5 tonna bossangizlar ham mashina umuman qiynalmaydi. Bir haydab ko'rasizlar 3,5 tonnada. Agar mashina yoqsa keyin pul to'lab xarid etib seza bo'ladi. Agarda sizlarga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, past nomer qoldiraman. Bemalol bog'lanib, qo'shimcha ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Hammangizga rahmat.